Selam dostlar, sizning bilan Temli Tomoq YouTube sahifasining eng qo'rqinch chiqarilishi. Biz bugun qomir ishindagi sosiska mumiyalarini yosaymiz. Bunday sosiskalarni o'g'illar da, bolalar da bek yoradi. Halloween bayram ekanda ularni mumiya ravishida yosasa, u butun kishini qo'yantirashaq. Bizga kerak bo'lajak 500-600 gram un, 20-25 shtuk sosiska, 100 ml sut, 150 ml suv, 2 yumurta, 80 gram sıyır moyi, 12 gram qora shukra, 45 gram shakar qimi, 5 gram tuz. Eng boshda qomir uchun oshitqi yosarga kerak. Onun uchun jilimsa sut ham suv qo'shilmasini 2 osh qoshiqi shakar qimi, shukra ham 3 osh qoshiqi un istab, bir tiril massaga kirgancha tug'larga ham 20 minutga jili o'ringa qo'yarga, qoldirirga. U hazır bo'lgan orada qomir uchun yumurtani hazırlaymiz. Ona tuz, shakar qimi solib, quyi kebek hosil bo'lgancha mikser bilan ko'pirtamiz. Oshitqi quvuqlana boshlagach, ona hosil bo'lgan kubikni solib, yumshatilgan sıyır moyi ham un qo'shib qomir bosamiz, ham jili o'ringa qo'yamiz. Qomirimiz qobargandan so'ng uni jayib, tegis jayimlar yosaymiz, ham sosiskalarni mumiya kabi terib qo'yamiz. Hazır sosiskalarni 180 gradusda jililikdagi duxovkada yoqincha 20 minut pishiramiz. Hozir endi biznesini qo'la. Buning uchun biz sir ham kanafillar bilan bitliklar yosadik. Siz de Halloween'ga hazırlana boşlayız. Ham mumiyalar pişiririz. Paka paka.